Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Jon FC. Bugungi videoda biz yangi eventni o'yinchilarini Chex yoki Dragba yoki Osimhendan birontasini tushirishga harakat qilamiz. Biz sovg'alarni, nagradalarni olib olamiz. 58 mingta liga token va 10 mingtacha samosvet, 9 mingta samosvet ekan. 10.865 ta Jamesimiz bor ekan. Hali biza bu yerdan Division Rivals o'ynaganimiz uchun ham sovg'alarni olib olishamiz. Xo'p, bundan oldin marketga kirib bizani exchange bo'lgan kiramiz va biz bu yerdan liga tokenimizga narsalarni olamiz. Bu yerda Lizarazu ketdi 119. Ba'zilar yaxshi deyapti o'yinini. 5 ga 3 ekan oyog'i. Eng yaxshi freestyle Yenot ekan. Bu juda ham yaxshi degani, to'pni olib qo'ysa bo'ladi bemalol. Agar kimdadir YLBda yaxshi o'yinchi bo'lmasa, olishni maslahat beraman. 118 yoki 117 o'yinchi YLBda turgan bo'lsa, buni olishni maslahat beraman. Biz bu yerdan oldin draft olamiz 2 dona. Xo'p, birinchisini olyapmiz. Endi esa ikkinchisi. Bundan keyin esa biz 500 ta rankap jeton olib olamiz. U ham bizga kerak bo'ladi. 20 mingtaga 500 dona. Hatto 1000 ta qilib qo'ymagan. 20 ming liga tokeniga 1000 ta qilib qo'yganda yaxshi bo'lardi. Bu ham zarar qilmaydi, mayli. Hop, endi bu yerdan chiqamiz. Bugungi kunni sovg'asini olib olamiz. Nima berar ekan? 300 ta shart berar ekan. Bu yerda bizaga do'stlar Star Pass'dan Buffon keldi. Yaxshi kartochka bo'lsa kerak. Bu yerdan biz Star Pass narxini ko'rib olamiz. Star Pass'imizning narxi 13.82. Adashmasam 140, 150 atrofida bo'lsa kerak. Bu yerda Buffon 120 o'g'irlik Buffon. Maslahatim bundan ko'ra Chex yaxshi, 30 mingta shartga. Uni olgan yaxshi, chunki bundan ko'ra yaxshiroq. Keyin unda mana shu freestyle bor-ku qaytaradigan. Unda oltin shu. Shuning uchun o'shani olgan yaxshi deb o'ylayman. Kimga qanaqa, lekin men Chexni olishga harakat qilaman. Bu hafta yoki undan keyingi haftaga birga olamiz. Sizlar bilan biz endi bu yerdagi sovg'alarimizni olib olishimiz kerak. Xo'p, birinchisi biz atakadan bo'ladi 1675 ta. Bu yerda bizga James berilyapti. Xo'p, do'stlar. 56 ta g'alaba 1000 tadan oshiq ko'p. Yaxshi. Endi biz sovg'amizni olib olamiz. Legendarniy 5 gacha bo'lgan sovg'alar. Xo'p. Bizga beriladigan sovg'alar ranka beriladi, jeton, ya'ni James beriladi yana keyin va qolgan mana shunday o'yinchi emblemalar beriladi. 19 mingta bo'ldi bizda. Hali yana 2 ta rejimimiz bor, ulardan ham olib olamiz. Endi bizga kiradiganimiz hop head to head, ya'ni boshga bosh o'yini. ikkita g'alaba, 102 ta gol. Yaxshi. Xo'p, endi
menejer modga kiramiz. Bu yerdan ham sovg'ani olib olamiz do'stlar. 196.502 shu to'pdamiz. Ya'ni shu o'rin 52 ta g'alaba, 180 ta gol. Yaxshi. Hop. Bu yerdan ham o'yinchilar ili chempion avatarkalari nimadir deyapti, not definite bo'pti. Hop, endi yo'qoldi. Hop, biza endi yana qaytib Championsga chiqishimiz kerak. Menejer moddan chiqamiz. Legendarniy damiz uchalasida ham biza bosh o'yiniga kirib sovg'amizni olishimiz kerak. Hop, sovg'ani olib olamiz. Olinsangchi tezroq. Bu yerdan bizga yana xuddi shunday narsalar beriladi. Bularni ham olib olsak, shu bilan menimcha tugasa kerak. Ochib olamiz bularni. Hop, endi bu yerdan chiqamiz. Exchange qilgin deyapti. Bizada kimni exchange? O'yinchimiz so'rib qopti, 1200 dan oshib ketib, shuning uchun exchange qilgin, ya'ni o'yinchilarni berib yubor deyapti. Hop, menimcha trening qilib berib yuborsa kerak bironta o'yinchiga. Undan oldin biza bu yerdagi sovg'amiz 38 ta gemimiz bor. Bu degani 12 tacha bor bizada hozircha. Hop, bu yerda bizaga nimalar kelgan? Hech nima yo'q. O'sha bu yerda ma'lumotni berib yuboramiz. Hech qanday yangilanish yo'q. Bu eventda ham menimcha kimdir kelishi mumkin. Shuning uchun 118, 119 larda asrab qo'yish kerak deb o'ylayapman. Men 118 da berib olish tarafdoriman, chunki o'sha 118 lar anchagina kam. O'sha 119 larda 7000, 6000 daga dashi olsa bo'lyapti. Shuning uchun men 118, 117 lar kerak emas deb o'ylayman. Agar mabodo exchange'ga, ya'ni o'yinchi kelib qolsa menga, shuning uchun faqatgina 119 olib qolaman. Hop, biz bu yerga kirib ketdik. Bu yerda o'zgarish yo'q, o'sha. Bizada nechta o'yinchi bor? Hozir shuni ko'rib olamiz. Internet ozgina muammo tug'diryapti. Buning uchun uzr so'rayman. Hozir bizda 1270 ta o'yinchi bor ekan. Biz bularda kamida bir 200 ichasini berib yuboramiz kerak. Biz rank beramiz hozir kimdirga. Rank emas, to'g'ri trening beramiz. 30 qilib qo'ysak anchagina o'yinchimiz bo'sh edi. Hop, hozir exchange qilamiz. Biz kiramiz. Bu yerda Champions emblemasi chiqdik. Endi o'yinchilarimizga bosamiz. Mening komandam My Time deb yozib qo'yibdi. Hop, komandaga kiraylik. Biza Marcelo, Nico Williams topib qo'ydim do'stlar. Juda ham yaxshi o'ynashyapti, menga yoqdi. Hop, Salahga trening berib qo'yaylik. 30 qilib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Anchagina o'yinchimiz bo'sh edi. Hop, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 bo'ldi. Hop, mana bu ham bo'ldi. Endi o'yinchimiz kamayadi va biza bemalol endi open pack bo'lmasam o'yinchi yana olishimiz mumkin. Hop, do'stlar, endi biza bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Endi biza qiladigan ishimiz do'stlar, bizada o'zi pashti 40 mingta bor ekan. Biza eventga kiramiz. Hop.
Bu yerda o'yinlar bor ekan, Galatasarayda o'ynaydigan o'yinlari. Buni biza bittasini o'ynab qo'ydik, yana 4 dona qoldi. Buni biza o'ynaymiz. Men bu yerda pauza qilib turaman va bu 4 ta o'yinni o'ynab olaman. Sizlarda buni tugatib bo'ldim do'stlar. Va biz endi bu yerdan uni Champion Pack, ya'ni uning Galatasarayning formasini olishimiz mumkin. 2000-1999, 2000 yillardagi formasini. Biza endi main, ya'ni asosiy bo'lmasiga kiramiz. Bu yerda Galatasaray va Chelsea. Xo'p, bu yerdan biza turistga ochib olamiz. Bu video chiqishi aniq. Men buni payshanba kuni olganman. Do'stlar, xudo xolasa payshanbaga qo'yib yuboraman. Payshanba deyman, uzr, yakshanbaga qo'yib yuboraman, chunki yakshanbagacha meni bo'sh vaqtim yo'q. Shuning uchun yakshanba kuni qo'yib yuboraman. Shuning uchun ozgina kech qolaman. Bundan uzr so'rayman. Xo'p do'stlar, bizada bu fon har doimgidek. Endi biza bu yerdan chiqamiz. Do'stlar, bizga Deseli kerak, to'g'rirog'i himoyachi, bilasizlar. U Deseli hozircha ko'pchilik menimcha payshanba kuni aytgan bo'lishi mumkin, Deseli kelmagan deb. Deseli yoki bir kun yoki 2 kundan keyin keladi, chunki o'zi 1-2 kunda mana ikkita boks kelgani uchun, kelganligi uchun bu barchasilar 2 yoki 3 kun yana Chelsea ham yana bir yerdan keladi. Faqat bu ada 121 va 120 o'zgaradi, 122 o'zgarmaydi. Shunday bo'lib keladi do'stlar. Biz bu yerdan sovg'alarimizni olamiz. James taqdim etilgan ekan. Ozginadan biz buni olib olamiz. Biz yana 4 ta quest, ya'ni challenge bajarganimizdan keyin bizga bitta taraf va 200 ta rank up jeton berilar ekan. Bu yerdan ham bitta taraf olishingiz mumkin. Adashmasam bu tarafni haligi 119 ikkita ko'mirda olganingizdan keyin beradi yoki bo'lmasam boshqa narsaga. To'g'risini tushunmadim men. Xo'p, bu yerdan 18 ta tackle qilgan uchun bu yerda bizga ham James beriladi. Endi biz bunga oldin biza starpasni ko'rib olamiz. Ikkita sovg'a bor ekan, ularni bu yerdan ham chiqamiz. Bo'ldi, bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Xo'p do'stlar, endi biza story, ya'ni magazin bo'limiga kirib olamiz. Bu yerda bizga 2000 taga bitta draft beradi, buni olamiz. Tezroq kir. Ana 2000 talik draft, buni olamiz. Xo'p, buni olib olganimizdan qolgan draftlarni ham 3000 ta Jamesdan olib olamiz, chunki boshqa bunday haligi chegirmalar yo'q do'stlar, bunday chegirmalar. Xo'p do'stlar, bu yerda bizga boshqa beradigan narsalar yo'q. Hammasi FC Points'ga. Bu yerdan biza qimmatroq To'rayman James'ni olmaymiz. Bu yerdan bizga keladigan o'yinchilar Kroos, Petit, Tevez va Del Piero kelgan do'stlar. Kroos anchagina qimmatga kelibdi. Biza Kroosni olmaymiz. Chunki bizda donat qilish imkoniyati yo'q. Donat qilsak ham biza Next Mobile donatsiz o'ynamoqchimiz. Ya'ni donatsiz eng yaxshi akkauntlardan birini. Xo'p. Bizda endi bu yerdan 30,000 taga 10 ta olib olamiz. Va keyin esa Open Pack'ni boshlaymiz. Undan keyin adashmasam yana James qolish kerak, unga ham olib olamiz. Xo'p, uni olganimizdan keyin menimcha bo'ldi. Bizda общий menimcha 15 tadan oshsa kerak draftimiz, chunki u yerdan 2 ta, ya'ni Galatasaray bo'limidan 4 ta o'yin uchun 2 ta dona berdi va bu yerda biza ligadan ham va yana bu yerdan ham 39,000 taga, ya'ni 13 ta draft olganmiz. Menimcha 15 dan oshib qolsa kerak. Biz endi draftga kiramiz. 17 dona draftimiz bor. Yaxshi o'yinchi tushadigan umiddaman. Yana bilmadim.
o'ntalik ochmoqchi edim, lekin nimagadir chunki boshqa bitta o'ntalik ochish menimcha bo'lmasa kerak. Shuning uchun birinchi o'ntalik emas, keyin oxirida o'ntalik ochaman. Birinchi o'rinda bizga javob 117 kartochka. Ikkinchisi anchagina yurdi do'stlar. 69 kasseda tushmoqda do'stlar. Ozgina yurib 120 pul tushmaydimi do'stlar? Biroq tushganda ham yaxshi bo'ladi. Yo'q, 2 gacha ketdi, bu ham juda yaxshi degan. Saroy. Bu kim? Bu Torreira degan o'yinchi chiqdi do'stlar. Bu kim? Angliya. Chalobah yana. Oblak tushdi. Yan Oblak. Bu safar bizga menimcha hech kim tushmadi do'stlar. Xo'p do'stlar. Bu yerda yana yaxshi o'yinchi yo'q. Bizda 10 ta draft qoldi va buni biza bittalik qilib olamiz. Xo'p, Angliya yana SV. Uzr do'stlar, 10 talik ochish esimdan chiqib qolibdi. Shuning uchun bittalik ochganim uchun 9 tani birma-bir ochamiz do'stlar. Xo'p, bu yerda bizga hech kim tushmadi. Ekkan, xo'p. Menimcha bu yerda o'yinchi, tushgan o'yinchi tushdi, Oblak tushdi. Keyingisi kim tushar ekan? Xo'p, bu yerda bizga 116 tushdi. Keyingisi kim bo'lar ekan? Xo'p. Ozgina internetda muammo bo'lyapti. Mayli. Yana kerak emas. Bu yerda ham ko'ramiz. Yana tushgan o'yinchi tushmoqda. Bizga kerak emas, yana o'sha 116. Keyingisi kim? Menimcha 115 ekan. Men 114 demoqchi edim. Mayli. Pro'ga adashibman. Xo'p do'stlar, bu yerda bizga yana Orban degan o'yinchi tushmoqda. 2 dona draft qoldi. Pulbaga esa 3 dona. Qani pulbani usha olamizmi? Yo'q, yana tushmadi. Yana tushgan o'yinchi tushdi. Mayli do'stlar, ko'ngilni tushirmaymiz. Keyingi open paklarimizda pul aniq ham o'sha olamiz. Do'stlar, sizlar bilan men Jon FC bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan ko'rishib qolaman va keyingi open pakimiz payshanba kuni yangi Juventus va Real Madridda bo'ladi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, obuna va like esingizdan chiqmasin.